Alloh taolaga ixlos qilmagan bandasini katta ish qilishga yo'l qo'ymaydi Alloh taolo. Muvaffaq qilmaydi. Aniq bu. Ixlos qilsa-yu bo'ldimi? Yo'q, ixlos qilgani aslida ixlosi katta mehnat qilsa keyin ixlosli deb bilishadi. Masalan, ovqat qilishga ixlosim bor. Alloh taolodan ya Robbi ovqat qilay deb o'tirasiz-ku, piyoz to'g'ramasdan, kartoshka solmasdan bo'ladimi? Qanaqa xunuk hisoblanadi? Qozonga o't qo'ymasdan turib ovqat pishib qolsin deyishdik, qanaqa xunuk hisoblansa, oldingilarda amal qilmasdan, mehnat qilmasdan turib ixlosni o'zi bo'lishi shunaqa xunuk hisoblangan. Demak, ixlos o'shanga yarasha jiddiy jahd, ya'ni dunyo sabablarini mukammal ushlash. Uchinchisi domla, saharda turish. Uchalasi jamlanmagan odamda nima yo'q? Buyuk ishlarni qilish, buyuk xizmatlarni qilish bo'lmagan.